Endiki mavzu hürmetli vatandaşım mındaq. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mudofaa ministri Germaniyaning harbiy xarajatni oshirganligini madhiyahlab, o'rtaq qo'g'dirish, jumladan Iroq sharqni ichiga olgan xalqaro bexatarlik tartibini qo'g'dashni umid qildi. Bu yangi fikr, yangi tema, yangi yuzlanish vatandaşım dikkat qilin. Bu mavzuli xabar 6 ayning 21 kuni Amerika ovozning Xitoy programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshladi. Washington. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mudofaa Ministrligining ministri James Mattis Amerika bilan Germaniyaning bexatarlik sohasidagi hamkorligining va ittifoqdoshligining Yevropa va O'rta Sharqda qiziq nuqtaliq rayonlarni o'z ichiga elib qolmay, bu munosabatlar yana Iroq sharqqa ham kengaytirilishi kerak. Diqqat. Bu munosabatlar ham Iroq sharqqa kengaytirilishi kerak. U yana mundaq ko'rsatdi. Germaniyaning kelgusi bir necha yil ichida mudofaa hamkorligini yana bir hassa ko'paytirish tadbiri bu davlatning Amerika va ittifoqdoshlar bilan birlikda xalqaro tarzda qo'g'dash iqtidorini ko'rsatdi. James Mattis 6 ayning 20 kuni Boshburjaklik binoda ziyoratga kelgan Germaniya davlat mudofaa ministrini kutib olganda yuqori qadar so'zli qildi. Germaniya davlat mudofaa ministrining ismini inglizcha bamigachga men Xitoy tilidan tarjima qilamdim, buning uchun meni kechiring vatandoshim. James Mattis mundaq ko'rsatdi. Biz ishonamizki, boshqa davlatlarga tahdid solayotgan, xalqaro qonunlarga xiloflik qilib, xalqaro tartibni o'zgartirib, boshqa davlatlarning demokratik siyosat musobaqasiga buzg'unchilik qilayotgan shu davlatlarga nisbatan aytganda Germaniyaning davlat mudofaa hamkorligini ko'paytganligi, ularga berilgan ogohlantirish va muqam tartibni qo'g'dashning signalidir. Gapdan qayerga ketayotganligiga diqqat qildingizmi, hurmatli vatandoshlar? Germaniya mudofaa ministri mundaq ko'rsatdi. Biz o'tashga tegishli majburiyatimiz va mas'uliyatimiz va kelishimiz. Demokratik qimmat qarashini qo'g'dishimiz va shunday qilishni xohlaydiganligimizni bildirishimiz kerak. Mushu ayning boshlarida Germaniya va Amerika yana boshqa sanoatlashgan 5 davlat Sharova axborotini e'lon qilib, Sharqi Jungu dengizi va Janubi Jungu dengizi masalasida qat'iy maydonni bildirib bundaq ko'rsatgan. Biz yana Sharqi Jungu dengizi va Janubi Jungu dengizining vaziyatidan ansiraymiz. Hamda yana bundaq ko'rsatgan, vaziyatni jiddiylashtiradigan, ham Burayning muqimligiga ziyon yetkazadigan, prinsip va xalqaro tartiblarga ziyon yetkazadigan har qanday yakka o'z oldiga harakat qilishlarga qarshi turamiz deb qayta sharhlagan. Biz har qaysi taraflarning talash tartish bo'layotgan harbiylashtirish masalasiga haydakchilik qilamiz. Bundan burun Germaniya talash tartish bo'layotgan rayonlarda harbiylashtirish masalasini o'zgartishiga haydakchilik qilamiz. Bundan burun Germaniya, Fransiya va Angliyaning dengiz armiyasi birlikda Janubiy Jungu dengizida birlashma chorlash elib borgan edi. 1900-yildagi 20-asrning 1-yildagi 8 davlat esim kelyapti ya. Masalan, Qingdao Versal shartnomasida Qingdao ayni chaqda Germaniyaga, yoki Shandong o'lkasi ayni chaqda Germaniyaga taqsim qilib berilgan. Demak, dunyo bir tutash dunyo degan gap nima? Yevropa, Osiyo, Sharq bu degan gap yo'q. Dunyo bir tutash dunyo. Hozir bu davlatlar birlashib Osiyoda ko'tarilayotgan muqimsizlik va demokratiyaga, xalqaro prinsiplarga shu davlatda yetib kelayotgan tahdid oldida hozir endi Germaniya, Fransiya, Angliya, Yevropada harakatga keldi. Bu davlatlar Amerika Qo'shma Shtatlarining ittifoqdoshlari deb tushunsangiz bo'ladi.
endilikdeki mavzu Prezident Trump alem boşluğu armiyası kuruşqa buyruq düşürdü. Bu aldınqı leksiyamda tayyorlanish kerakdi, ekan to'liq vaqt chiqarmag'ach kelib qolgan, bugun tayyorlab keldim. Prezident Trump alem boşluğu armiyası kuruşqa buyruq düşürdü. Mavzuli xabar 6 ayning 19 gün Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshladi. Prezident Trump haftaning 1-kuni mundaq ko'rsatdi. Men Amerika qurolli qismlarining 6 buyuk armiya turi olam boshlig'i armiyasi qurishiga buyruq tushirdim. Amerika Olam Boshlig'i Komiteti Aqsaroyda bir qatim yig'in ochdi, diqqat vatandoshim. Yig'in ochilishdan burun Prezident Trump mundaq ko'rsatdi. Amerikaning olam boshlig'ida mavjud bo'lib turishi yetarli bo'lmaydi. Amerika olam boshlig'ida yetakchi o'rinda turishi lozim. Bizning havo armiyamiz, olam boshlig'i armiyamiz bo'lishi kerak. Ayrım turishni, lekin barobar bo'lishi, qudratli bir kuch bo'lishi lozim. Qo'llig'ichilar mundaq dedi. 5 burjaklik bino texmi unumli ishlaydi. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Mike Pompeo yana bir xabar. Jungo taraf ishni echib dedi. Bu bir masxara. Mavzuli xabar 6 ayning 19-kuni Vanvit orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo 18-kuni Reuters kechiringlar. 18-kuni Detroit iqtisod klubida nutq so'zlaganda mundaq ko'rsatdi. Amerika tarafning Jungo tarafga tamojni beja qo'yganligi tilga elinganda Jungo rahbarlik qatlami yer shaharlashish va ishni echib etishni tilga oldi. Bu bir masxara qilganlikdir. Mike Pompeo shunday dedi. Masxara qilganlikdir. U mundaq ko'rsatdi. Jungo hozirgi dunyoda bulash xarakterlik iqtisod bilan shug'ullanyapti. Tajovuzchi bulanch xarakterlik iqtisod bilan shug'ullanayotgan hukumatdir. Bu ish allabirullah hal qilinishi kerak edi. Men o'tgan haftaning 4-kuni Rais Xi Jinpingga bu adil raqobatlashish emas degan edi. Mike Pompeo Amerika Qo'shma Shtatlari davlat ishlar kotibi ishni echibitimiz dedi, bu masxara. Demak sen 17 yil burun degan eding. 17 yildan keyin yana deding. Bu yil 3-oyda bu ovoz yig'inida echibitimiz degan eding. Hech qanday ifoda yo'q. Yana davatsan. Demak bu masxara. Jahonni, dunyoni, Amerika Qo'shma Shtatlarini, Amerika Qo'shma Shtatlarining saqlab tutayotgan adil muomala pozitsiyasini masxara qilmajum go'laq. Gapning uzoyi mana mushaga bordi, hurmatli vatandosh.